Homilador ayollar va homilador bo'lmoqchi bo'lgan ayollar ushbu videoni o'tkazib yubormang. Homila skriningi nima va u qachon qilinadi? Bu haqda to'liq ma'lumotni ginekolog uzi perinatolog shifokori doktor Shahnoza Hakimova beradi. Undan oldin esa sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Homila skriningi ona qornida homilani saralashga qaratilgan. Birinchi skrining 12-14 hafta oralig'ida qilinadi va 80% holatlarda Down sindromining belgilarini aniqlash mumkin. Undan tashqari ko'zga ko'rinadigan yirik nuqsonlar aniqlanadi. Ikkinchi skrining 18-22 hafta oralig'ida qilinadi. Homila bosh miyasi, yurak sistemasi to'liq rivojlanganligi uchun exokardiografiya va neyrosinografiya tekshiruvlarini o'z ichiga oladi. Uchinchi skrining 28-32 hafta oralig'ida Doppler tekshiruvi bilan birga qilinadi. Doppler tekshiruvi ona va bola o'rtasida qon aylanishini nazorat qiladi. Bu skriningda orqa teshik atreziyalari, oshqozon ichak bilan bog'liq atreziyalar, undan tashqari qorin bo'shlig'idagi har xil obrazovaniyalarni aniqlash mumkin. Farzand bu jannat, uning sog'lig'i ota-ona uchun davlat. Davlatingiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Qabulimizga yoziling.